Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizda ashaddiy muxlislari, bobo dehqonlar. Mana hozirgi yoz mavsumida juda ko'pchilik qo'ng'iroq qiladi. Bodring ko'chatingiz bormi deb. Aslida bodring ko'chatni hamma o'zi yerga ekib, chiroyli qilib undirib, parvarishlab pishiryapti. Asosan yozda bodring ko'chatlari qilinmaydi. Aksariyat dehqonlarimiz o'zi yerga shunday ekib chiqarib oladi. Endi ortiqcha xarajati nima kerak bor haqiqatda? Misol uchun bizdan mehnat haqimiz, urug' puruq boshqa qo'shilib, o'sha ko'chatda tannarxi oshishi mumkin. Shuning uchun mana hozir biz ko'chatlar tayyorlayapmiz. Mana shu ko'chat tayyorlash sirlarini, yozgi sirlarini sizlarga o'rgatib qo'yamiz. Uy sharoitida o'zlaring bemalol yetishtirib, keyin issiqxonaga ko'chirib o'tkazishlaring mumkin. Mana hozir juda ko'pchilikda pomidor bor. Tepada 3-chi, 4-chi, 5-chi yoki 6-chi yaruslarda meva qolgan. Shularni uzib olsam 15 kundan keyin yoki 20 kundan keyin yana bodring ekaman degan o'y tashvishda harakat qilishyapti. Xo'p, bodringda aslida o'sha yerga ekishadi hozir ko'pchilik. Lekin men o'tgan yili bitta narsani sinab ko'rdim. Mana ko'rib turganingizdek, bizda hozir bitta yaqin 60 xil bodring urug'i bor, sinovga kelgan. Joyiga ekdim, o'lib qoldi, suv yaxshi tegmagan joyi chiqmadi, chiqqan joyida suv ko'payib ketib o'lib qoldi. Bu urug'lar o'ziga atiga 5 donadan, 10 donadan, ja borsa 20 donadan bo'ladi. Shuni hisobiga o'tgan yili o'ylanib turib, xuddi shu usulda ko'chatni tayyorladim va issiqxonaga olib o'tgandan keyin shu 900 ta 950 ta ko'chatni ichidan 2 donagina u boshida o'rtasida boring yana 4 donagina ko'chatimiz nobud bo'ldi. O'rniga yana tezda ekib qo'ydik. Shundaycha 100% holatda ko'chatlarimiz o'nib juda chiroyli bo'ldi. Xo'p, endi sizlarga buni bir osongina ko'kartirish yo'llari o'tgan yili boshimizga tushgan, boshimizdan o'tgan, buni qanaqa qilib chiqarib olish, hamma sirlarini 100% o'rganib olganmiz. Qarang, mana shunaqa stakanlarga chirindi, turpoq. Yana bitta narsani aytib o'tib qo'yaman. Bahor, qish mavsumidan boqganlik ko'rilgan ko'chatlarda chirindi miqdori ko'proq bo'ladi. Pomidor bo'ladimi, bodring bo'ladimi, bu tuprog'imizda, soladigan tuprog'imizda atiga 30% chirindi solinadi xolos. Chunki yoz mavsumida chirindini ko'p sug'oradigan bo'lsangiz, qizish bo'ladi, namlikda yaxshi ushalmaydi. Shuni hisobiga kunda suv quyishga to'g'ri keladi. Xullas, 30% chirindi, turpoq qolgan 70%. Keyin turpoqni shu mana 1 sm pastlikda solib turib, 1 sm pastlikda solib turib, o'sha ko'chatxonangizga mana bizda hozir setkalar tortilgan, hattoki 2 qavat qilib tortdim. O'zi 55-60% bo'lish kerak. Men hozir 90% ga chiqardim, chunki bular undirib olish uchun. Albatta bunaqa setkali joy yoki setka bo'lmagan taqdirda ola ko'lanka deyiladi. O'sha gohida avto tushib, gohida salqin bo'luvchi joyga teriladi. Terilib, turpoqlar solib terilib bo'lgandan keyin yaxshilab bunga 2-3 marta laykada suvni beramiz. Turpog'imiz qop-qora bo'lib, nam holatga keladi. Suvni berib qo'yib, ertasiga urug'ni o'ndirilmagan holatda, quruq holatda o'rtasini teshib turib, 1 sm chuqurlikda teshib urug'larni tashlab chiqamiz. Va hamda urug'lar hammasiga tashal bo'lgandan keyin alohida mana shu ko'rib turganingizdek chiroyli qilib g'alvirdan o'tkazilgan mana bunaqa chirindi aralashgan turpoq. Bunda 50-50 chirindi bilan turpoq 50-50 bo'ladi, lekin mayin holatda bo'ladi. Ana shu teshikchalarga shu turpoqlardan 1 sm qalinlikda tashlab chiqamiz. Chiroyli bo'lgandan keyin 10 litr suvga 5 gram miqdorda maksim, 5 gram. Maksimda vazifasi turpoqni dezinfeksiya qiladi, zamburug', bakterial kasalliklardan xoli qiladi. Shunda sug'orasiz, sug'orib turib har kuni deyarli ertalab, kechki payt chiqqunga qadar namlikni 90% ushlab turasiz. Kamida 90% ushlab turasiz. Bo'lmasa 100% nam turishi kerak. Hozir havolarimiz issiq, kechalari 20-25 gradus, kunduz kunlari 40 gradus bo'lyapti. Shuni hisobiga urug' chirimaydi, aynimaydi. Faqat sizdan namlikni yaxshi ushlash talab qilinadi xolos. 3-kunda ko'chatlarimiz chiqishni boshlaydi.
O'sha rosa 3 kunda bir 70-80% ko'chatlarimiz ko'rinishni boshlaydi. Keyin suv miqdorini sekin asta ozaytiramiz. Chiroyli qilib suv miqdorini ozaytirib, sekin 5-6 kun qo'yib beramiz. O'zi tomir sanchib juda chiroyli bo'ladi, lekin o'shanda ham rosa qurib ketmasligi kerak. Hech bo'lmaganda 30-40% atrofida namlik turish kerak bizda. Hurmatli bobo dehqonlar, mana shu usulda ko'chatni tayyorlab, pomidoringizni shunday bir kunda yig'ishtirasiz, tozalab turib, o'sha 10-15 kunlik ko'chatlarni joyiga ekib, ena suvni chiroyli berganingizdan keyin uzog'i 20-25 kunda yana hosilga kirib ketaverasiz, daromga kirasiz va sotaverasiz. Mana shu holatda tayyorlab ko'chatlarni. Hozir bu yerda o'sha aytib o'tdik, mana kadrlarda ham ko'rdingiz. Yaqin 60 xil urug' bor. Ba'zi birlari 5 donadan to 20 donagacha. Bularni bir ko'rib olsak bo'ldi. Kuz mavsumiga, yoz mavsumiga, kuz mavsumiga qanaqa tushishdi. Bizni o'sha urug' taklif qilishimizni yaxshi bilasizlar. Oldin yaxshilab tekshirib olib, keyin beramiz. Eng asosiysi bizda yanagi yilga sotuvga keladi. Mana xabarlarim bor. Biz Headway degan bodring urug'ni juda mashhur bo'ldi, serhosil berdik. Shuni ukasi, ya'ni Starway degan nom bilan yangi urug'imiz keldi. 1975 deb ataganmiz buni. Juda ko'p videolarni ko'rsatdik. Mana shu Starway'ni oxirgi sinovi, bundan ko'proq tashadik. Bir 100 donadan ortiqroq, 150 dona bo'lishi kerak. Oxirgi sinovi. Shu bilan erta bahordan sotuvga keladi. Eslangda bo'lsin, 1975 nomi bilan chiqarganmiz, raqam bilan. Hozir nomli keldi, Starway. Ya'ni Headway'ning ukasi Starway. Xudo xolasa 2026-yildan buni sotuvga qo'yamiz. Hurmatli bobo dehqonlar, mana bu tomonimizda kuzgi bodringlar uchun холодный, ya'ni istilmaydigan oltin plisalar uchun grazon navli pomidorlarimizni tashaganmiz. Ularni ertaga xudo xolasa stakanga olamiz, vaqt soati keldi. Nari ko'chatxonamizga tayyor joylarni qilib qo'yganmiz. Xo'p, kanalni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa bu bodringlar chiqib to yerga ekilishi va shu sortlarimizni qaysi bir zo'rligi haqida biz endi bodring haqida videolar tayyorlab boramiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu maslahatlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmalarini bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'yinglar.